Bitch, I'm stylish. Glock talk, big T-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk. Yaxshi do'stlar, makiyaj qilib qo'yadiganlaring kim? Menga keling. Qanaqa qilish kerak? Mana ana qizdek chip-chiroyli qilib qo'ying. Men qarang. Men siz bunaqa makiyaj qilishim uchun plastik operatsiya qildirib kelishingiz kerak. Keling. Siz stilistsiz-ku, qilib qo'ysangiz nima qilibdi? Men stilistman, men mo'jiza yarata olmayman. Bugun erimning urug'inikida to'y edi-da, aylanib ketay. Qilib qo'yag'an. Men qarang. Chotki bo'lib borishingiz kerakmi? Erim meni ko'rganda I love you deb yarsin. 11 ga siz yozilganingizda nima qilish kerak ekan? Sochimni blond qilib bering. Mana bu chochi ko'ryapsizmi? Qora bu, qora. Blond qilishga qancha pul ketadi, qancha vaqt ketadi bilasizmi? Voy, puldan xavotir olmang, pul more. Allo, jon, bugun sizni oldingizga o'zgacha bo'lib boraman. Sochlaringizni uchib kuyadi, ozgina kesamiz. Bo'ladimi? Men qarang, точно kimnidir o'ynashida tili bilan kuydirib olsang ham bo'ladi. Sovuqga qolamiz. Asal ekansiz-a, ko'z tegmasdan. Anaqa qizlar ukladka qiladigan kim? Vaqt keling. Singlim, sochlarimni beshimday ukladka qilib qo'ying, maylimi? Brashimni deng. Haligi Gollivudskiy ukladka qilib qo'ying. Bashari ham shunaqa bo'lish kerak edi, mayli o'tiring. Sizga nima qilish kerak ekan, opashka? Qoshimni rastamoshka qilib qo'ying. Rasni shotkami? Bizda pudroviy bor, teneviy bor. Ayol, meni qoshimni geliga qilib qo'ying. Понятно. Sizni Munisa Rizayeva qilib qo'yaman. Zo'r. Ho, jon, ichkariga kiravering. Jon, Anjelinadan ham asal bo'ldingiz. Juda ham yarashibdi lekin bor. rostdan. Ha, вообще. Erimning ovozimi? Zo'r ekan. Erimning ovozimi? Dadasi? Kim bu sariq mashak? Men seni joningni sug'urib olaman. Qo'yaman senga. Birovni erini topib olib. Qo'y beraman. Og'zingdan qonay kesasan. Shuncha qilgan sochchi yulib tashadi. Zato makiyaji turibdi. Black talk, big T-shirt, Billy.